Nabirangiz bizning Said akademiyada o'qir ekanlar, natijalaridan ko'nglingiz to'layaptimi? Aldamayman, rostini gapiraman. Agar bu yerda ham natija ko'rmaganimda, unda boshqa yana o'quv markazi qidirmoqchi bo'layotgandim. Natijasidan juda xursandman. Kelganimizga 1 oy bo'ldi. 1 oyda уже ancha olg'a qadam bosdik. Chunki O'zgarishlar bor, o'zgarishlar bor, albatta. Chunki biz bundan oldin boshqa joyga borganmiz, u yoqda biz natija ko'rmadik, lekin 1 oyda bu yerda juda zo'r natijalarga ega bo'ldik. Hammasi yaxshi bo'lgani uchun shu yerda qoldik. Xudo xolasa mana shu yerdan bitirib, hammasi yaxshi bo'ladigan umiddaman. Asosan mana shu ota-onalarga, menga o'xshagan buvijonlarga, o'zi nevaralarini, farzandlarini mana shu Said akademiyaga olib kelishlikni tavsiya beraman. Chunki juda ustozlari juda shirin muomalada, gap so'zlari, dars o'tishlari hammasi juda yaxshi. Mana shu farzandinglarni, nevaranglarni olib kelishinglarni tavsiya qilaman.